Hammaga salom alaykum do'stlar. Bugungi videoda Minecraftda hech kim bilmagan bitta sid bor. Bu ismdan tashkil topgan sid. Hozir ko'rsataman sizlarga. Nevga kirasizlar, Arduino'ga kirasizlar, sid degan joyga hammasi mayda qilib Marjona deb yozsanglar, Creative World bossanglar, to'g'riga yursanglar qishloq chiqadi. Buni hali hech kim bilmagan. Hattoki kompot degan bo'ladi, lekin juda mayda qishloq. Mayda qishloq bo'lib turibdi do'stlar. Katta qishloqda ham sizni ko'pchilik bilsa kerak. Uncha nom bo'ladi hozir. Katta qishloqnikini ko'rsatamiz. Xo'p, endi katta qishloq, juda ham katta qishloqda sidiga o'tamiz. Begayam Nev Arduino'ga sid ama qoldi. Hammasi katta. Mose bosasizlar. Mana tomondan tepaga chiqsanglar juda ham katta qishloq. Juda ham katta qishloq chiqadi. Mana do'stlar, hattoki bu yerda kompotda uyi ham bor. Ko'rsatamiz. Firmalar lekin o'zi mana shunaqa buzilib ketgan bo'ladi. Mana kompot uyida 3 ta temir va 3 ta qandaydir narsalar. Shu bilan do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi.